Yoqubjon aka, internetda bir yaxshigina qiziqarli odamlar uchun foydali bo'ladigan mavzu bor. Shuni YouTube'ga siz bilan olishni bir niyat qildim. Endi sizdan so'rasam, meni fikrimcha qiziq deb o'ylayman endi odamlarga. Hop, hammom quryapman, tasavvur qiling. Uyimga, yangi uyimga yoki uchastkamga yoki domimga hammom qilyapman. Men hammom qilishda qaysi joylardan pulni umuman ayamasligim kerak. Nimalar, qaysi rasxodlarimni keyinga qoldirib tursam bo'ladi. Mana shu masalada mutaxassis sifatida sizning fikringizni olsam-da, men o'rtada shunga doir savollarim berib tursam. Yaxshi, Yusufxon, qarang. Agar hammom qurib turgan bo'lsangiz va budjetda qanaqadir tejaydigan sizda ehtiyoj bo'lsa, nimadan tejash kerak, nimadan tejamaslik kerak? Shunga tushunishim bo'yicha savol shu. Hop, birinchi navbatda devorda ichida qolgan trubalar, fitinglar, agar hammomingizga toplipol qilib turgansiz, toplipolni shilini ulardan teja bo'lmaydi. Chunki ulardagi teja arzonroqdan qo'yib qo'ysangiz, ertaga sizga juda ham katta rasxodga olib keladi. Ya'ni bu endi qurilish tomiri-da bu. Qurilish tomiri devorda ichida, kafelni tagida qolgan narsa bitta muammo bo'lsa, suv sizib ertaga zaklashga olib ketishi mumkin. Siz sezmay qolsangiz yoki sezgan taqdiringizda ham kafellarni buzib boshqatdan to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Bundan teja bo'lmaydi va smesitellardan teja bo'lmaydi. Ya'ni kranlardan, dushovoy smesitellardan teja. Chunki siz uni har kuni ishlatadigan narsangiz, sizni har kuni komfortingiz uchun, ertalabki kayfiyatingiz uchun u sog'lom turishi kerak. Va yillar davomida ko'proq ishlatib berishingiz, chunki har bilan hammomingizga usta olib kirib remont qilavermaysizda. Shunday, yaxshirog'ini qo'yishingiz kerak. Va endi nimadan tejasam bo'ladi desangiz, misol uchun kafel teriladi-yu. Kafelni o'ta brendlilari bor. Keyin o'sha vazifani bajaradigan oddiyroq Xitoy kafellar bor. Yoki masalan o'zimizda ham Qo'qonda xitoyliklar zavod qurgan kafel yaxshi misol uchun. Shunaqa narsadan tejasangiz bo'ladi. Yoki masalan o'sha kafelga tashqi qotirilgan veshilkalar, sochiq iladigan yoki bo'lmaga dirijator, sovun dekorativ narsalardan osmonli bo'ladi. Nisbatan tejasangiz bo'ladi. Chunki ular qanaqadir funksiya bajarmaydi, keyin kamiga almashtirish ham osonroq. O'zingiz ham bitta shurpovoy bilan almashtirib qo'yaverasiz. Keyin yana bitta aytgancha muhim jihati usta xizmatidan teja bo'lmaydi. Ya'ni ko'p biz endi kuzatganimiz ustani arzondan ishlashaman deb двойной расход qilganlar ko'p bo'lgan. Ya'ni har ikki haftada usta olib kiradi uyga. Shunaqa. Ustani yaxshisini xizmatiga to'g'risi qimmatsirab turib, arzonroq usta gaplashib qo'yishadi. Ko'ngillari to'lmaydi, baribir haligi ustani keyin gaplashib ishni 2 martadan qilib, yana 2 martadan to'lashadi. Shuning uchun maslahatim mutaxassisning xizmatidan teja bo'lmaydi. Yaxshi. Endi hozir siz teja bo'lmaydi degan narsalarni, masalan, deylik, omma ham bilishi mumkin-da. Endi siz mutaxassis sifatida so'rayapmanki, masalan, turbadan teja bo'lmaydi. Tejamaslik uchun qimmat bo'lsa ham qanaqa turba ishlatish kerak? Belgilari qanaqa bo'ladi sifatli turbani? Turba fitinglarni siz ya'ni yoki biz umuman omma ishlatadigan omma ko'rib turib ajratilmaydi, to'g'ri tushuning. Uni santexnik usta biladi yoki do'konchi biladi. Birinchi navbatda mana misol uchun aytishim mumkin, turbani sifatliisiga tarkibiga mel qo'shilmaydi, kalsiy qo'shilmaydi. Toza xomashyodan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Lekin buni ushlab turib bilishning imkoni yo'q. Brendidan bilsam bo'ladi? Brendidan bilsangiz bo'ladi. Mana shu narsani. Misol uchun Hidroplast. Biz o'zimiz zavodga borib ko'zimiz bilan ko'rganmiz, sertifikatlarini ham ko'rganmiz. Haqiqiy toza Janubiy Koreyani qimmat xomashyosidan ishlatiladi va umuman 1 gram ham mel qo'shilmaydi. Buni santexnik ustalar ham yaxshi bilishadi. Ustalar qayerdan biladisiz? Payvand jarayonida juda ham oson va turba fitingga mos payvand bo'ladi. Ya'ni ko'pilab ketish, shilqillab qolishlar bo'lmaydi. Garantiyasi qanaqa o'zi Hidroplast turbalariga? Garantiyasi 50 yil. Chunki men o'zim zavod laboratoriya xonasiga kirib ko'rganman. Har bitta mahsulot laboratoriyada katta bosimda sinovdan o'tadi, keyin sotuvga chiqadi. Birorta narsa agar laboratoriyada qanaqadir xato bersa, sotuvga chiqib ketganlarni ham zavod qaytaringlar deyishadi. Hammasini biz o'zimiz bildiramiz-ku, do'konlarga berganlarimizni ham yig'ib tayinlab zavodga qaytaramiz. Bitta xato chiqsa, mingtasi qaytadi. O'sha xatoni ustida ishlab turib, to'g'rilab turib, keyin sotuvga chiqarish. 50 yil garantiya beriladi. Smesitellarda har kuni foydalanadigan mahsulotlarimizni sifatlisini ishlatishlik uchun unda ham belgilari bo'lmasa ham brend orqali tushuntirib ketsak. Qanaqa smesitellar ishlatsam menga uzoq xizmat qiladi. Xo'p, brendi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, men tavsiya qilaman Vax, Emerich, Coir, Mixus, Bau brendlari, AWP o'zimizning milliy brend juda ham zo'r.
bularda ekonom yo'q. Mahsulotni to'la latundan ishlab chiqarishadi va aytganimda o'sha misol u tarafidan bu shlenidan leykasidan ekonom qilinmaganda haqiqiy insonga xizmat qilish uchun yaxshilaridan qo'yilgan va garantiyani ham shunga qarab berishadi. Ya'ni misol uchun Vax brendini o'zi korpusi yorilmasligi, teshilmasligi 5 yil rasmiy kafolat beradi. Ichida garantiyali talonlari bilan chiqadi. Haqiqiy ofitsialniy garantiyasi bor. Men o'zim uyda misol uchun Vax ishlatyapman. Biz ofisga email qo'yganmiz. Email zo'r, email yaxshi. Ha, demoqchiman. Brendlar hammasi. Brend. Shu mana endi ko'ruvchiga endi yana ham qulay bo'ldi. Masalan, qurilishning tomiri bo'lgan turbosi qaysi brendni tanlash mumkin? 50 yil garantiya berilgan, gidropress olsa bo'ldi. Ish oson. Tekshirib yotmaysiz, o'zingiz xavotir ham olmaysiz, garantiya zavod berib bo'lgan aytyapti, mana ko'rib kelgan odam sifatida. Ikkinchi masala mana singlsitlardagi pulni ayamaslik kerak deyapmiz-da, brendni ham aytib ketyapmiz. Bo'ldi u. Tomoshabin agar olmoqchi bo'lsa, borib tayyor brend tanlab oladi. Endi shu o'rinda menda yana bitta qo'shimcha ko'ruvchilarga bir qulaylik bo'lsin deyapman. Hammomga nima kerak emas qilib ajratib bersak bo'ladimi? Kerak emas? Ha, masalan, odamlar hammom qilib turganda, pul ishlab turganda, uy qurib turganda odam emotsiyada bo'ladi-ku, bilmay qoladi. Pulni ayamay sarflab yuboradi-da, keyin faqat afsuslanishi mumkin. Masalan, dushovoy kabinka kerakmi yoki vanna kerakmi? Именно kabina va vanna bu tanlovi juda ajoyibda. Ya'ni hozirgi paytda vannaga talab pasayib, kabinaga talab ko'tarilib ketyapti. Shunday. Nimaga desangiz, zamon tezlashyapti. Vannada suv to'ldirib yotgani hozir Hech yo'q. Keyingi navbatda u suv to'ldirib yotishda o'zi bir xarajat bo'lib qoldi. Suvning narxi ko'tarilyapti. Misol uchun, issiq suvni to'ldirish kerak unga. Hozirgi endi talab shunaqa bo'lyapti. Kabinaga talab ortib ketyapti. Lekin agar siz misol uchun vanna qabul qilishni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz va hammomingizda shu narsaga joy bo'lsa, vanna qulayroq. Endi joy ham hozir mana ko'ryapmiz, yangi qurilib turgan domlar, hammasi kichik, standartlar kichkinalar. Shunaqa, hammom uchun kichkinaroq joy tashlanyapti. Misol uchun o'zimnikida ham shunaqa. Ya'ni hammomga juda katta kvadratura ajratilmagan. Bunaqa joyga endi tabiiyki kabina qulayroq. Iloji yo'q, dushovoy kabina tanlaymiz. Men 22-yilda Turkiyada bo'lib o'shanda ko'rganman birinchi marta kabina nimaligini. Qanaqa odam turib cho'milarkan deganman-da. Qanaqa kemacha cho'milib ketadi odamni, g'alati bo'lganman-da. Endi hozir bizda ham urf bo'lib ketdi. Hozir 10 ta odam bittasi menimcha o'zi faqat kabinga talab turgan bo'lsa kerak. Chunki ilgari santexnik do'konni yonidan o'tib ketsangiz, ko'cha to'la vanna bo'lardi. Derazalardan ham vanna ko'rinib turardi. Hozir o'rniga o'sha yo jakuzi yoki dushovoy kabinkalar o'rnatilyapti. Shundan ham bilsak bo'ladi, endi tendensiya haqiqatda aytganingizdek kabinaga bo'lyapti. Bu talab emas, ehtiyoj. Shunaqa. Endi ana jakuziga ham qaysidir ma'noda talab ortyapti. Ya'ni dekorativniy bor, tuxumga o'xshagan. Hamma yog'i anaqa simmetriya yerdan chiqadi. Ha, u shunaqa. Endi u qanaqa aytsiz, premiumroq xonadonlar, kattaroq uchastkalar, misol uchun havas qilib, misol shunaqangi qilib kinolardagidek tayyorlanganlarga u endi odatiydan boshqa. Ya'ni odatiy bu qo'shimcha komfort. Ha, qo'shimcha komfort. Ehtiyoj emas-da, bu qo'shimcha. Pul bor odam olsa, maza qiladigan narsa. Ha, u endi umuman boshqa narsa, zo'r narsa. Demoqchiman, misol uchun oddiy xalqni qarasak, misol uchun asosiy ehtiyoj talab kabinaga qarab ketib qolyapti. Shunday. Va buni individualniy uchastkalar, qanaqadir zamonaviy katta remontlarda mana jakuzilar ham albatta zo'r dizaynerlar chizyapti uni ham. Mana YouTube ahli uchun shunaqangi hammom tualetlar temasini ancha gaplashdik. Yana qaysi temalarda sizlar uchun Yoqubjon akadan savol-javob qilay. Izohlarga yozib ketsalaring, xursand bo'lamiz.